Avtodebit xizmatini faollashtiramiz. Buning uchun dasturda batafsil tugmasini bosib, tasdiqlash tugmasini bosasiz va pastroqqa surib tasdiqdan o'ting tugmasini bosasiz. Men yuqoridagi aytilganlarni tayyorladimni bosib, mobil phone verification'ni bosasiz hamda tasdiqlaysiz. Endi bu yerda o'z kompaniyangizni tarifini to'g'ri tanlaysiz va keyingi etapga o'tasiz. Kompaniyangiz tanlab bo'lganingizdan so'ng esa SMSni bosib, SMS injinni bosib, familiya, ism, otasini ismini katta harflar bilan, IDingiz raqami va telefon raqamingizni kiritib, tasdiqlash kodini olasiz va tasdiqlaysiz. Undan so'ng esa bank ma'lumotlaringizni kiritib tasdiqlaysiz. Sizga bir won hisobingizga kiritilib va unga qo'shilib 4 xonali kod keladi. Ana shu 4 xonali kodni o'z bank hisobingizdan tasdiqlab olib, uni crossni ichida, ya'ni o'sha berilgan joyga kiritasiz va tasdiqlaysiz. Undan so'ng esa sizga qo'ng'iroq qabul qilasiz. Qo'ng'iroq qabul qilganingizda tug'ilgan yil, oy, kun sanasini ekranga uzun signaldan so'ng yozasiz va RS tugmasini bosasiz. Undan so'ng esa Gmail adresingizni kiritasiz va yana bajarildi RS rozilikni bosasiz. Mana avtodebit hisobingiz o'rnatildi.